alaykum, Janubiy Koreya Suwon. Hozir Granger 2023 mashinasini ko'rgani keldik. Mashina holati ancha yaxshi. Mashina 2023 mana bu yerda ko'rsanglar bo'ladi va mashina atiga 18 ming yurgan. 18 mingga ham yetmagan. Mashinaning ichki holati idealniy. Ikkita kaliti va ichkarida chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Hammasi toza ushalgan mashina. Mana orqa ko'jalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Mashinani albatta narxini wonda va dollarda qancha bo'lishini aytib o'taman. Buni izohda ko'rib olsanglar bo'ladi. Keyin va albatta bitta minus joyi bor. Mana shu joyda ozgina kraska bo'lgan joyi bor. Qolgan joyi albatta hamma yo'g'i yaxshi. Ko'p mashinalarda bilsanglar, yo kraskasi yoki mana shu diskalarida chizilgan joylari ancha yokida almashgan, aytaylik, hud yoki eshiklardan birontasi almashgan joylari bo'ladi, lekin bu mashinada almashgan joy yo'q. Hammasi o'ziniki original. Hozir faqat bitta kraska minus aytib o'tgandan tashqari qolgan joyi hammasi yaxshi. Granger Hybrid. Xullas gibrid mashina. Albatta yoqsa aloqaga chiqinglar. Agar shunga o'xshash boshqa mashinalar kerak bo'lsa yoki yili yangiroq yoki eskiroq, albatta topib berishga harakat qilamiz. Biz bilan bog'laning. Rahmat.